markazimiz kitobsevar muxlislarni chaqirganmiz. Hammangiz tadbirimizga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum aziz kitobsevar yoshlar, hurmatli mehmonlar. Respublikamizda 21-apreldan 25-aprelda davom etadigan kitobxonlik haftaligi ochiq deb e'lon qilaman. Barchangizni bu haftalik ishida faol ishtirok etishingizni tilakdoshmiz. Bayramimiz ochiq. Yoqsa yoqmasa. Maylidir kimgadir yoqsa yoqmasa, biz baxtli bo'lamiz. Boqqa kirsa gullar shamanda. Bir men emas hayot shaxsan. Jonim kabi yashaysan manda, yuragimning dardini ochsan. Qilolmayman seni hech qanday. Dardim sanki she'rim yaxshisan. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, ustozlar. Men tasodifan to'g'ri kelib qoldim tadbirga, lekin juda yaxshi to'g'ri o'ylabsiz, yaxshi tadbir. Kitobxonlik oyligini o'tkazilishi ham juda dolzarb, kerakli masala deb o'ylaymiz. Chunki hammamiz bilamiz, kitob insonni tarbiyalaydi. Uni yaxshi inson sifatida tarbiyalab kamolga yetkazadi. Shuning uchun kitobni xoh yosh bola bo'lsin, xoh katta inson bo'lsin, kitob bilan do'stlashgan yaxshida. Birinchidan dunyoqarash kengayadi, ikkinchidan so'z boyligingiz ortadi, uchinchidan u kitob sizga Vatan aziz. Onajonim bag'rida o'ynab kulib yayrayman. Ona vatan ko'ynida bulbul bo'lib sayrayman. Onam hamda vatanni ko'zimdayin asrayman. Ikki so'fni olibman. Yo'q oromin buzib orom olibman. Dunyoga berilib bilmay qolibman. Onamning sochiga oqlar tushibdi. Sizlarga imkoniyatlarni yaratib berdilar. Hamma tumanlarda, respublikada, viloyatlarda prezident maktablari va boshqa o'quv markazlarini juda ham ko'p ochilganligini hammamiz yaxshi. Yurtboshimga vatan, sen bobomdek dog' yuraksan, mard o'ktam, momomdek muqaddassan, niyatlari sof o'lgan. Vatanim otamdayin mehribonsan, bor bo'lgan onamdek bag'ri kengsan, mudom shodlikka to'lgan. Senda aksi bor akam, ham nonihol singlimni, doim shod aylagaysan, pokiza dil ko'nglimni. Prezidentim elparvar, xayrlashmoq ne'matdir, vatan uchun yashamoq har bir oniy hikmatdir. Men undan ayladim tuyg'ularim, Shavkat bobom o'ylasam, yo'qalar qayg'ularim. Bizga erkinlik bergan prezidentga sharaflar, shu tilagim tufayli ko'nglim uyim yaraqlar. Avvalo bugunga judayam ajoyib tadbirga taklif qilganingiz uchun tashakkur bildirmoqchiman. E'tibor bergan bizlarni hurmatli deb ko'p joylarda xizmat qilamiz. Murojaat qilaman. Ana ustozimiz Sobirniki kitob o'qish to'g'risida judayam yosh
o'quvchilarga motivatsiya beradigan, ularni ruhlantiradigan fikrlarni aytib o'tdilar. Ustozimizdan Hojilahoya o'zlarini asarlaridan, go'zal asarlaridan o'qiganlar. Bu nimani ortidan? Albatta bu izlanish, qiyinchilik, o'qishi, tinmay mehnat qilishi ortidan. Kelajakda erishadigan niyatlaringiz, orzu amallaringiz ham shu bugungi kundagi qilayotgan ishlaringiz, o'qiyotgan kitoblaringizni mazmun mohiyatiga e'tibor berib, unga amal qilib, kelajakda kim bo'lishingizni mana shu kitob ham qaysi ma'noda o'zini his qiladi. To'g'risini odam aytgan ekanda, do'stingni kimligini aytsang, men seni kimligini aytib beraman. Nimaga? Do'sting qanaqalik sendan tushuntirganmi? Do'stim ichmaydi, chekmaydi, kutubxonaga boradi, adabiyot qiziqadi. Agar siz haqiqiy do'stingiz shunaqa deb tarbiya bersangiz, siz kimligingizni men ham aytib bera olaman, men hamma ham aytib beraman. Sababi do'st tanlashda odam o'ziga yaqin bo'lgan, markazini doimiy a'zosiman, juda ham ko'plab kitoblar o'qiyman. Bitta ko'proq takliflarim bo'ladi. Mana sizlarda ham bo'ladigan taklifim men aytsam. Kitob o'qishga qiziqadigan qo'l ko'taringlar iltimos. To'g'risi qo'l ko'taringlar. Qiziqmaydiganlar shart emas, yolg'on gapiramiz. Aksariyat o'quvchilarimiz kitobga qiziqishadi. Endi bitta muammo. Kutubxonaga boradiganlar qo'l ko'taringlar. Nisbatan ozaydi. Ko'proq uyda adabiyotlar bilan, maktabda adabiyotlar bilan o'qiymiz, lekin kutubxonada ham shunaqa kitoblar bor. O'qisangiz o'qigingiz keladi, boshqa ishga yig'ishtirib qo'yib o'qigingiz keladi. Faqat bitta muammo, kutubxonaga borganda shu kutubxonadagi ustozlardan men qaysi kitobni o'qiyay deb savol berishingiz kerak. Kitob ko'p, juda ham kitob ko'p. Adashmasam 60 mingdan qanchadan ortiq adabiyotlarimiz bor. Fontda shuncha. Endi ustozimiz hamma ham hurmatli deb sizlarga murojaat qilyapman. Hikmatlar saodatga yetaklar kitobida bitta fikr bildirilgan. Shu Allohning so'zi. Mana shuni sizlarga yetkazishni lozim topdim. Hurmat qilaman desa ishonmagan. E'tibor bermayman. Xonadonlar ham hech kimni tanimay, ko'rmay turib, hurmatli tomoshabinlar deb aytishadi. To'g'rimi? Mana hurmatli deb tanimay aytamiz, bu nimaga? Sizlarni hurmat yuzasidan hurmatli aslida sizni hurmat tanimay turib, hech kim hurmat qilinmaydi. Qachonki siz yaxshi tanib, siz qilayotgan ishlaringizni, jamiyatda yurtimizda qilayotgan ishlaringizni tanib bilsa, keyin siz yaqindan taniyingizda bu hurmat boshqa bo'ladi. Oltin saroy qurganlar, ne beray deb turganlar, bolaga kitob bering. Bola oqqush, oq kaptar, dunyolardan bexabar, yovuzlik topmay xabar, bolaga kitob bering. Qing'ir yo'ldan yurmasdan, biror yo'ldan urmasdan, kimdir pichoq bermasdan, bolaga kitob bering. Xon u, kichik Abu Rayhon u, sizga qarab hayron lol u, kitobga, bolaga kitob bering. Al-Buxoriy andarim, At-Termiziy sardarim, Mahmud Zamaxshari u, bolaga kitob bering. Yolg'izim, yagonam deyman, topingan koshonam deyman. O'zing meni ulug'lardan, ulug'imsan vatanim. Shodon kunim gul otgan sen, izim bosib izimga. Yonolon kunim yupatgan sen, yuzing bosib yuzimga. Singlim deyman, onam deyman. O'quvchilar